С днем рождения льются поздравления. Dayomingiz muborak bo'lsin. Eshitishimiz bo'yicha bugun Shukrona kuningiz ekan. Sizni Shukrona onlayn tabriklaridan bezda qilyapmiz. Bugun sizga dilingizga yaqin bo'lgan inson tomonidan bizga murojaat bo'lgan. Kim deb o'ylaysiz o'sha yaqin insonlaringiz? Taxmin qilib ko'ring. Понедельник или среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый. Albatta barcha yaqinlaringiz va shaxsan Firuza opamiz, umr yo'ldoshingiz, jufti halolingiz nomlaridan va albatta Lazizbek aka o'g'lingiz va Aydamir o'g'lingiz tomonidan bugun sizga bo'lgan tilaklarni yetkazish niyati bilan sizga telefon qilyapmiz akajon. Shukrona yomingiz muborak bo'lsin. Mening qalbim sohibi, mening eng yaxshi insonim, qadri baland xojam Sodiq begim, siz bilan oilamiz qurilganga juda ham ancha yillar o'tib ketdi. Siz mening farzandlarimizning otasi. Shu kungacha bir-birimizga bo'lgan iliq, nafis va samimiy tuyg'ularimiz ortidan muhabbatimiz mevalari bo'lgan Aydamir va Lazizbeklarning baxtiga ilohim sog' salomat bo'lib yuring. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Siz hayotimda mening qahramonim, najodim bo'lib kirib keldingiz. Biz birga ekanmiz, hech bir kulfat bizga qo'rquv bera olmas. Siz Allohim menga bergan eng yaxshi tuhfasiz. Turmushimiz farovonligi va baxtimiz poydevoridir. Bu sizning mehribonligingiz va g'amxo'rligingiz evazigadir azizam. Vaqtlar o'tar ekan, yanada kuchliroq amin bo'lyapmanki, sizni tanlab, sizga turmushga chiqib, juda ham to'g'ri tanlov qilgan ekanman. Siz ajoyib umr yo'ldoshsiz. Oila parvar, vafodorimsiz o'zimning. Otalarning eng zo'risiz. Siz meni o'zingizni jasurligingiz va jiddiyligingiz bilan o'zingizga jalb etgansiz. Siz buni bilarmidingiz? Meni baxtimga, farzandlarimizning baxtiga, kamoli uchun doimo sog' salomat bo'lib yuring. Siz mehribon, zo'r ota va mening eng azizim, aziz begimsiz. Allohimga qayta va qayta shukrlar aytaman. Sizdek insonni menga juft qilib bergani uchun. Siz bilan juda faxrlanaman. Farzandlarim sizdek aqlli, ko'ngli toza, juda ham ota-onasiga mehribon, mard, oilajanob inson bo'lishini Allohdan so'rab qolaman. Sizdek o'g'lonni dunyoga keltirgan, go'zal tarbiyalagan ota-onangizga bugun men o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ilohim duolarini olib yuraylik birgalikda. Siz bilan orzu qilgan maqsadlarimizga birma-bir erishishimiz va men sizga juda ham ishonamanki, hech bir maqsadimiz maqsadligicha qolib ketmaydi. Chunki biz birga ekanmiz, hamma maqsadimizga birgalikda erishamiz inshaalloh. Sizga bo'lgan muhabbatim shu qadar kuchli va shu qadar samimiyki, so'z bilan ifodalab bera olmayman sizga buni. Siz bilan o'tgan har bir onim men uchun baxt. Allohim jannatda ham bizni birga bo'lishimizni Allohimdan so'rab qolaman. Jufti halolim, suyukli yorim, men sizni juda ham yaxshi ko'rib qolaman degan Firuza opam baxtiga doimo sog' salomat bo'lib yuring akajon. Agar ijozatingiz bo'lsa, Firuza opamdan tomonidan yana 4 misra she'rimiz ham bor. Shuni ham o'qib eshitiraman sizga. Sizni shu qadar yaxshi ko'rar ekanlarki, she'rlarni o'zlari topib jo'natganlar. Mana shuni o'qib eshitirasizlar deb. Taqdir menga bergan mukofotisiz. Umr yo'llarimda suyanchiq yo'ldoshimsiz. Shukrki baxtiyor yashaymiz biz siz bilan hamisha dildosh va sirdosh bo'lib. Nurdek porlaganim, baxtu kamolim, boringizga shukr, jufti halolim. Mehringiz misoli musaffo buloq. Aslo bekilmasin uning chashmasi, ba'zida qahringiz uyg'onar biroq, bir zumda iziga tushar hammasi. Shirin oilamning sharbati bo'lib, boringizga shukr, jufti halolim. Har qanday mushkulning chora ko'risiz. Har qanday qayg'uga qarshi quvonchi. Tinchlik muhitining binokorisiz. Tushkunlikka tushsam, umid ishonchimsiz. Erkaliklar qilsam, kelmas malolim. Boringizga shukr, jufti halolim.
Dard ketar yelkangiz uzra qo'ysam boshimni. Men uchun e'tibor gullarin tering. Biror sabab bilan to'kkanimda yosh, sevinch bera oling, tabassum bering. Kunlari quyoshim, tunda hilolim, boringizga shukr, jufti halolim degan Firuz opam baxtiga yana bir bor sog' salomat bo'lib yuring aka. Va albatta o'g'illaringiz tomonidan ham tilaklari. Biz dadajonimni juda ham yaxshi ko'ramiz. Ilohim dunyo turguncha turing. Otajon, siz biz uchun misli bir qushdiksiz. Bilasizmi nimaga? Qush qanotsiz uchmaydi deb bejizga aytishmaydi. Siz bizning qanotimizsiz. Siz bizning misoli bir tog'imizdeksiz. Siz bor ekansiz, biz bu dunyoda doim qaddimiz baland bo'lib yuramiz. Har doim sizga ishonib, sizning duolaringizda qaddimiz baland bo'lib, ishlarimiz yaxshi bo'lib yuramiz. Otajon, biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz va qo'limiz ochib duoga faqat sizni duo qilamiz. Inshaalloh musofir yurtlarga bordingiz, biz uchun sog' bordingiz, sog' omon bo'lib qayting bizni yonimizga dadajon. Biz sizni juda ham sog'indik degan farzandlaringiz baxtiga ham doimo sog' salomat bo'lib yuring. Endi esa so'z navbatini o'zingizga bersam, hozirda sizni farzandlaringiz va turmush o'rtog'ingiz eshitishyapti. Kutganmidingiz? Sizni xursand qila oldikmi, yo'qmi? Bitta shuni o'zingiz ayta olsangiz. Zarracha bo'lsa ham qalbingizga baxt ulasha oldimmi? Oldingiz rahmat sizlarga kattakon, lekin kutmadim bunaqacha narsani. To'satdan bir qo'lma ishlab yuribman, yo'llaman. To'satdan keldi shunaqa uyg'onib, javob beryapman. Rahmat ularga, ballarimni sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Xotinimni ham, onamni ham, onam bor, otamdan qolgan yodgorim bitta onam bor. Joni sog' bo'lsin, singillarim bor. Hammasi mayli, tinch bo'lsin, sog' bo'lsin. Sizlarga ham kattakon rahmat. Ko'nglimdan ancha ko'tardilaringiz. Dunyo turguncha turingizlar. Rahmat, kattakon rahmat. Men tilagim shu. Siz bizga bergan chiroyli tilaklaringiz uchun ham sizga katta rahmat. Ko'zlaringizda nuri Muhammad, yuzlaringizdan tabassum, qalb to'la iymon, xonadoningizga fayz va barokat, o'zingizga sog'lik va salomatlik aslo tark etmasin. Shukrona onlayn tabriklari alohida buni tilakdoshimiz. Rahmat sizlarga kattakon. Dunyo turguncha turingizlar. Rahmat sizlarga. Sizga ham rahmat. Yana bir bor shukrona ayyomingiz muborak bo'lsin. Sog' bo'ling. Rahmat.